Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana Otosan navbatdagi Qo'qon shahrida bitta uchastkamizni inshaalloh qurib bitkazdik. Darvoza betga qilgan ishlarimiz, darvoza, panjara va ichkarida ham tik tashlar qilib berganmiz. Juda ham ideal holatda chiqdi inshaalloh. Hammaga mana shunaqa uchastkalarda yashash nasib qilsin. Xo'p, darvozamizga 6 ga 4 dan qilganmiz. Polnisda hamma narsasi eng ideal 1.7 profillardan bo'lgan. Demak, chaspaklar 2 qatordan bo'lgan. O'rtasiga aliment qo'yib berganmiz. Bu yoqlariga nержавейка emas. Hop, vis qilib berganmiz. Darvozadan 2 ga 2 mana yaqinroqdan ham ko'rsatishingiz mumkin. Darvozamiz vitini o'ta ham bir ideal holatda chiqqan. Hop, Qo'qon shahri sevadigan narsalar qilib berganmiz. Qo'qon har doim alimentni mana shunaqa narsalar yaxshi ko'rganligi uchun shunaqa narsalardan qilganmiz. Bu yoqlarda kalka qismi ham juda ham ideal holatda chiqqan. Bekitsam domofon yopilib qoladi, lekin ochish ozgina muammo o'shaning uchun. Omonatpas zamoklarni ham eng yaxshisidan qo'yib berilgan. Hop, ichkarini bitta ko'rsatib o'raylik. Hop, ichkarini ham bitta bo'yoqlab olasiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Panjaralarni, hamma narsasini bu yerda patkulo chiqib berganmiz. Uchastkamizni